Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana shu xonadonimizni Xudo xolasa yakuniga yetkazdik. Bu obyektimizni algafon fasonni oppoq qilib chiqarib berdik. Hozir tuman kech kirib qolgani sababli uncha yaxshi ko'rinmayapti. Mana ko'rib o'zingizlar bir baho berasizlar. 130 ming so'mdan kvadratini qilib berdik. Bu xonadonimizga jami kvadrat Xudo xolasa 433 kvadrat listdan foydalandik. Oppoq holatda derazaxonasini qilib berdik. Mana bu tomonlarni sal shikalat aralashtirganmiz. Ko'rib turibsizlar. Mana bu joylarini ham qilib berganmiz. Tarnos ham bo'lgan. Mana shapkasi kobra fasonda qilib berdik. Mana bu tomoniga kelsak, ichkari tomon ko'riblarni ham qilganmiz bu yerda. Ko'rib Xudo xolasa kimga shunaqangi tunukafon ishlari kerak bo'lsa bizga bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Sizlarni ham xonadoningizga shunaqangi go'zal chiroyli ko'rinishda tunukafon ishlarini qilib beramiz. O'zbekiston bo'ylab ish olib boramiz. Barcha mahsulotlari o'zimizdan. Resasi, reyka, samarez, usta xizmati hamma yo'g'i o'zimizdan bo'ladi. Kimga tunukafon xizmati kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqsanglar, sizlarni ham xonadoningizga shunaqangi ko'rinishda go'zal tunukafon ishlarini qilib beramiz. Suv turbalarni ham tushirib berganmiz bu yerga. Mana ko'cha tomon tarnolari ham bo'lgan polnisda. Dinalik yonbosh, tomda cherak tomonlari ham bekitilgan tunikada. Tunikamiz 0.35 listda Toshkent TMZ listda qilib berganmiz. Zanglamaydi, chirimaydi, 10 yil garantiyasi bor. Aloqaga chiqsanglar bo'laveradi. Usta Bahramjon kanalidan bemalol Xudo xolasa